Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 5-dan 12 martgacha ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 9 va 10 martda ayrim joylarda yomg'ir va qor yog'adi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-dan 8 martgacha 0,5 darajalik, 9-10 martda 3 daraja sovuq, 2 darajalik, 11-12 martda 0,5 daraja sovuq, kunduzi 5 va 8 martda 7-12 darajalik, 6-7 martda 9-14 darajalik, 10 va 11 martda 3-8 darajalik, 12 martda esa 1-6 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 5, 6 va 10-12 martda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. 7-dan 9 martgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 darajalik, faqat 6 va 12 martda 0,5 darajalik bo'ladi. Kunduzi 7-12 darajalikdan 15-20 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Navoiy viloyati shimolida kechasi 5-dan 8 martgacha 0,5 darajalik, 9-10 martda 3 daraja sovuq, 2 darajalik, 11-12 martda 0,5 daraja sovuq, kunduzi 5 va 8 martda 7-12 darajalik, 6-7 martda 9-14 darajalik, 10 va 11 martda 3-8 darajalik, 12 martda esa 1-6 darajalik bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 5, 6, 7 va 10-12 mart kunlari yomg'ir yog'adi. 8, 9 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 5 va 6 martda ayrim joylarga tuman tushadi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5, 6, 7 va 11 martda 3-8 darajalik, 8-dan 10 martgacha 10-15 darajalik, 12 martda 1-6 darajalik bo'ladi. Kunduzi 7-12 darajalikdan 15-20 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 5, 6 va 10, 11, 12 martda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. 7-dan 9 martgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 darajalik, faqat 9-10 martda 7-12 darajalik bo'ladi. Kunduzi 10-15 darajalikdan 20-25 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 5-dan 7 martgacha hamda 10-11 martda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. 8, 9 va 12 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 5 va 6 martda ayrim joylarga kuchli tuman tushadi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-dan 10 martgacha 3-8 darajalik, 11-12 martda 2-7 darajalik bo'ladi. Kunduzi 7-12 darajalikdan 15-20 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.